Assalomu alaykum hammaga. Bugun Samarqand Ishtixonda yana bitta obyektlarimizdan bittasi bitta. Bu ishimizda Eldorbek ustamizning ishlari. O'sha ko'pchilik internetda ko'rib turgan fasonimizda hamma narsasi oppoq bo'lgan. Xudo xolasa mana hovlilargacha oppoq bo'lgan. Bu kazroklarni avval qilingan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonamiz bu yog'i 9 metrga 7,5 metr, bu yog'i 5,5 metrga 6,5 metr. O'rtalarni patnisli, chetlarini yashil qilib berganmiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Bir qator o'zingizlar ko'rib bitta baho berib ketasizlar. Xudo xolasa kimgadir shunaqa sifatli hamma narsa ichida turgan xizmat kerak bo'lsa, Samarqand, Jizzax bo'ylab bemalol olqiga chiqaverasizlar. Bu ishimizda har bir kvart metrini Samarqand 04 tunikasiga 150 ming so'mdan qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, Allohga sho'rslar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.